Lukashenko Zelenskiydan uzr so'radi. 500 ta nishon allaqachon belgilangan. Netanyahu Eron kelishuvi tufayli Tramp bilan shoshilinch uchrashishga urinmoqda. VCG. Tramp Fransiyada. Makron va Tramp uchrashuvi keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Urush sahifasi yopiladimi? Erdo'g'ondan tarixiy kelishuv bo'yicha muhim bayonot. Hizbulloh qarshi hujumga o'tdimi? Isroil armiyasi chekinishga majbur bo'lmoqda. Eron osmonidan internet yog'iladimi? Bennett Starlink bo'yicha shov-shuvli reja taklif qildi. Lukashenko Zelenskiydan uzr so'radi. 500 ta nishon allaqachon belgilangan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarusning Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushga tortilishiga qarshi ekanini bildirib, Kiyevga Minsk tomonidan mutlaqo hech qanday xavf yo'qligini aytdi hamda Ukraina prezidenti Zelenskiyga nisbatan avval aytgan keskin so'zlari uchun uzr so'radi. Bu haqda Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Intervyuda Rossiya prezidenti Putin bilan bu masalani muhokama qilganini va Moskva ham Belarusning mojaroga to'g'ridan-to'g'ri aralashuvdan manfaatdor emasligini ta'kidlagan. Shu bilan birga u Belarus harbiy jihatdan zaifroq holatda ekanini va agar Ukraina Rossiyadagi kabi Belarus hududiga ham hujum qilsa, mamlakatning asosiy sanoat va logistika obyektlari nishoniga aylanishi mumkinligini aytgan. Lukashenkoning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylari Belarus hududidagi 500 ga yaqin ehtimoliy nishonni belgilab qo'ygan. Biroq u yana bir bor Ukrainaga Belarus tomonidan hech qanday tahdid yo'qligini ta'kidlagan. Zelenskiyga nisbatan avval ishlatgan keskin iboralari haqida gapirar ekan. Lukashenko ayrim joylarda haddan oshgan bo'lishi mumkinligini tan olgan. Balki men qayerdadir haddan oshgandirman. Agar Vladimir Aleksandrovich bundan ranjigan bo'lsa, undan uzr so'rayman. Balki urush sharoitini hisobga olib bunday keskin gapirmasligim kerak edi, degan u. Shu bilan birga Lukashenko Zelenskiyni ehtiyotkorroq bo'lishga va Belarusga nisbatan keskin bayonotlar bermaslikka chaqirgan. Bundan tashqari Lukashenko Eron masalasiga ham to'xtalgan. Agar masalaga adolat nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, AQShda yadro quroli bormi? Ha, bor. To'g'ri, AQSh yadro qurolining kashshofi hisoblanadi va unga uzoq vaqtdan beri egalik qilib keladi. Ammo Isroil o'zida yadro quroli borligi haqida sukut saqlamoqda. Eronliklar ham nega bizda yadro quroli bo'lishi mumkin emas deb so'rashlari mumkin. Ayniqsa yaqin atrofdagi Hindiston va Pokiston yadroviy davlatlar bo'lgan bir paytda. Nima uchun Eron yadro quroliga ega bo'la olmas ekan? Agar biz adolatni xohlasak, keling, butun dunyodagi barcha yadro qurollarini bosqichma-bosqich yo'q qilaylik. Ammo yadro quroli tiyib turuvchi omil hech kim sizga hech qachon hujum qilmasligining kafolati bo'ladigan bo'lsa, unda Eron ham boshqa xalqlar kabi o'z mudofaasi uchun yadro quroliga ega bo'lish huquqiga ega, dedi belaruslik. Netanyahu Eron kelishuvi tufayli Tramp bilan shoshilinch uchrashishga urinmoqda. VCG. Isroil bosh vaziri Netanyahu AQSh prezidenti Tramp bilan Eron urushini yakunlash bo'yicha takrorlanayotgan kelishuv yuzasidan kelishmovchiliklar muhokama qilish uchun shoshilinch uchrashuv tashkil etishga urinmoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, 19-iyun kuni imzolanishi kutilayotgan kelishuv Isroil rahbariyatida jiddiy xavotir uyg'otgan. Mamlakat rasmiylari Tehronga bosimning yumshashi hamda Hizbulloh bilan urush fonida Washington bilan munosabatlarning yomonlashishi Isroil uchun og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan xavotirda. Vaziyat Isroilning Barutga bergan javob zarbasidan so'ng yanada keskinlashdi. Tramp Isroil armiyasi harakatlarini tanqid qilib, Livanga hujumlarni to'xtatishni talab qildi. AQSh prezidenti bu zarbalar iyun oyi boshida erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuviga zid ekanini ta'kidlagan. Dushanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Netanyahu bitimni ochiq tanqid qilishdan tiyildi va Eron bo'yicha harbiy maqsadlar amalga oshirilganini aytdi. Odamlar nimaga erishganimizni so'rashmoqda. Javob shuki, biz yo'q qilinish xavfini ortga surdik, dedi Isroil bosh vaziri. Biroq VCG manbalariga ko'ra, Isroil rasmiylari Tramp Tehronga moliyaviy yengilliklar beradigan va Erondan to'plangan boyitilgan uranni topshirishni talab qilmaydigan kelishuvga rozi bo'lganidan xavotirda. Netanyahu ichki bosimga ham duch kelmoqda. Nashrning yozishicha, Netanyahu mamlakat ichida ham tobora ko'proq tanqid ostida qolmoqda. AQShdagi sobiq Isroil elchisi Michael Orenning VCG'ga aytishicha, agar Eron sanksiyalardan yengillik olsa, u o'z harbiy salohiyatini qayta tiklaydi. Bu Washington nufuzi uchun ulkan, hatto qaytarib bo'lmaydigan zarba bo'lishi mumkin, dedi u. Isroil Milliy xavfsizlik kengashi rahbarining sobiq o'rinbosari Chuck Freilich esa Netanyahuning Tramp bilan qarama-qarshiligi ichki siyosiy bosim bilan bog'liqligini aytdi. Avvalroq Isroilning Ynet portali manbalariga tanib, Netanyahu 15-iyun kuni Washington va Tehron o'rtasida kelishuv imzolanganidan so'ng Isroil Livandagi harbiy amaliyotlarni to'xtatmasligini Trampga ma'lum qilgani haqida yozgandi. Bundan tashqari, Isroil hozirda tinchlik jarayonidan chetda qolgan va muzokaralarda ishtirok etmayapti.
Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Tramp Fransiyada. Makron va Tramp uchrashuvi keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Trampning Fransiyada bo'lib o'tayotgan G7 sammitidagi ko'rinishi uning salomatligi borasidagi muhokamalarni yanada kuchaytirdi. Ilgari qattiq va uzoq davom etadigan qo'l siqishlari bilan tanilgan Tramp bu safar Fransiya prezidenti Makron bilan ancha sokin salomlashdi. 80 yoshni 14-iyun kuni nishonlagan Tramp 15-iyun kuni Jenevaga yetib kelib G7 sammiti o'tayotgan Aven-le-Ben shahriga yo'l oldi. Makron bilan uchrashuv videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Avvalgi Tramp Makron uchrashuvlari uzoq va kuchli qo'l siqishlar bilan esda qolgan edi. Masalan, ularning 2017-yildagi ilk uchrashuvida qo'l siqish deyarli 30 soniya davom etgan. Urush sahifasi yopiladimi? Erdo'g'ondan tarixiy kelishuv bo'yicha muhim bayonot. Turkiya prezidenti Erdo'g'on AQSh va Eron o'rtasida erishilgan kelishuvni olqishlab, uni Yaqin Sharqda tinchlik va barqarorlik sari qo'yilgan muhim qadam deb atadi. Anqarada Vazirlar Mahkamasi yig'ilishidan so'ng so'zga chiqqan Erdo'g'on bir necha oy davom etgan keskinlik va mojarolardan keyin mintaqa yengil nafas olganini ta'kidladi. Turkiya rahbarining aytishicha, Anqara muzokaralar jarayonini boshidan buyon qo'llab-quvvatlagan va diplomatik sa'y-harakatlarga o'z hissasini qo'shgan. U kelishuv mintaqada uzoq muddatli tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashiga umid bildirib, barcha tomonlarni provokatsiyalar va vaziyatni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Erdo'g'on ushbu bitim nafaqat mintaqa davlatlari, balki butun dunyo uchun muhim ahamiyatga ega ekanini bildirib, urush sahifasi butunlay yopilib, tinchlik davri boshlanishiga umid bildirdi. Hizbulloh qarshi hujumga o'tdimi? Isroil armiyasi chekinishga majbur bo'lmoqda. Livanning Hizbulloh guruhi mamlakat janubiga bostirib kirishga uringan Isroil kuchlarini ortga haydab chiqarganini ma'lum qildi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Guruh bayonotiga ko'ra, Nabatiya shahri yaqinidagi Kfar Tebnit shaharchasi atrofida Isroil harbiy kuchlari oldinga siljishga harakat qilgan. Isroil bo'linmasi tarkibida bitta ekskavator va ikkita Merkava tanki bo'lgan. Hizbulloh vakillari ularga raketa va dronlar orqali zarba berib harakatlanishini to'xtatgan. 15-iyun kuni ertalab aynan shu hududda Isroil droni bir necha mashinani nishonga olgan edi. Livanning NNA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, hujum oqibatida haydovchi halok bo'lgan. Bu AQSh va Eron o'rtasida otash kesim e'lon qilinganidan keyin qayd etilgan birinchi o'lim holatidir. AFP agentligining rasmiy manbalariga tayanib xabar berishicha, Livan hukumati AQSh va Eron o'rtasidagi imzolanishi kutilayotgan kelishuv shartlari yoki o't ochishni to'xtatish vaqti haqida rasman ogohlantirmagan. Eron osmonidan internet yog'iladimi? Bennett Starlink bo'yicha shov-shuvli reja taklif qildi. Isroilning sobiq bosh vaziri Naftali Bennett Eron hukumati kelajakdagi norozilik namoyishlari vaqtida internetni o'chirib qo'yish ehtimoliga qarshi Starlink sun'iy yo'ldosh internet terminallarini mamlakat bo'ylab tarqatish g'oyasini ilgari surdi. Uning fikricha, 30-50 mingta Starlink qurilmasi Eron aholisiga hukumat cheklovlaridan qat'iy nazar dunyo bilan aloqada qolish imkonini berishi mumkin. Bennettning ta'kidlashicha, erkin internet fuqarolarga axborot almashish, noroziliklarni muvofiqlashtirish va tashqi dunyoga mamlakat ichidagi voqealarni yetkazishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. U Eron xalqining rejimga qarshi kurashda kommunikatsiya vositalari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini aytdi. So'nggi yillarda Starlink Eron uchun muhim alternativ internet manbaiga aylandi. Turli manbalarga ko'ra, mamlakatga yashirin ravishda olib kirilgan 10 minglab terminallar internet blokadalari paytida fuqarolarga global tarmoqqa ulanish imkonini bergan. Ayrim baholashlarda Eronda 50 mingga yaqin Starlink qurilmasi ishlayotgani aytiladi. Mutaxassislar Bennettning taklif texnik jihatdan amalga oshirilishi mumkinligini, biroq bunday loyiha katta mablag', logistika va xavfsizlik choralarini talab etishini bildirdi. Shunga qaramay, sun'iy yo'ldosh internet blokadalari sharoitida axborot erkinligini saqlashning eng samarali vositalaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.